Assalomu alaykum. Hurmatli Industrial Engineering jamoasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men yaxshi ko'rinyapmanmi? Ha, yaxshi. Eshitirish qanday? Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi eshitilyapti. Tak. Kelinglar, an'anaga ko'ra har shanba kuni o'tkaziladigan yig'ilishimizni, onlayn yig'ilishimizni bugun boshlaymiz. 28-mart 26-yil soat 12:00. Industrial Engineeringni jamoasi butun O'zbekiston bo'ylab o'z faoliyatini yuritayotganligini O'zbekistonda ochilgan Industrial Engineering tomonidan ochilgan Instagram kanalimiz, YouTube kanalimizga joylaymiz. Kelinglar boshlaymiz. Eng uzoq o'lka Toshkentdan uzoq bo'lgan Navoiy viloyati Zarafshon shahri yaqinida Tillo konini montaj ishlarini olib borayotgan kim qayerda qaysi obyektda ishlayotganligini birma-bir aytib beradi. Assalomu alaykum. Mana biz Zarafshon Muruntovda ishlayapmiz. Toshkent viloyatidan boshlaymiz. Nodir aka, gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Grand Farm obyektida Mirzakarimov Nodir. Keyin IT Park obyektimiz. Alaykum. Saloydinov Sherzod Jo'rayevich. IT Park obyekti. Toshkent viloyati Zangiota Grand Farm obyektimiz, Grandini obyektimizdan bormi? Ovoz mikrofonlarni qo'shib gapiringlar. Assalomu alaykum. Haqberdiyev Olimjonman, Grandini obyekti bo'yicha. Lavozimiz kasbingizni ham aytib o'tsangiz, yaxshi chiroyli chiqadi. Bu uchastka boshlig'ilari. Uchastka boshlig'iman, Haqberdiyev Olimjon. Grandini bo'yicha, Grand Farm bo'yicha. Aha, Samarqand viloyati bormi? Samarqand viloyati, Urgut tumani. Assalomu alaykum. Ishmat Muxtor, Urgut tumani Uzbat tabak zavodida uchastka boshlig'i. Ketdi. У нас есть еще работающие на госучреждениях обслуживания, техническое обслуживание, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и автоматическое пожарное тушение. Я Аркадий, обслуживаем Алимажилис. Здание, да, здание, то есть здание безопасности, видеокамеры, видеонаблюдения. Видео пожарную сигнализацию обслуживаем в здании, турникеты и скут-систему. Город Ташкент, Ускарт, объект кто-нибудь есть у нас? Brigadirimiz Nodirbek borlarmi? Bosh muhandisimiz bugun aloqaga qo'shilganlarmi? Assalomu alaykum. Bosh muhandis Bahrom Zoyev Industrial Engineering korxonasida. ofisda hozir. Zarafshonda bir hafta davomida tashlagan kabellarimiz 3100 metr optik kabel, 1700 bugungi bilan 2000 metr 2x2 2.5 pitanli kabel tashlandi. Hozir kabel montaj qildingiz demoqchisizda, ha? Montaj qildingiz, ha. Montaj qildingiz. Keyin Urgut, Samarqand viloyati Urgut tumanidan bir hafta mobaynida qilgan ishingizni tushuntirib bering, hisobot bering. 1 minut vaqt sizga. Bizda Urgut tumanida Uzbatda hozir 6-xonaga keldik. 6-xonaga tushdik. Kecha suvni o'chirganmiz. Mana bugun boshladik demontajini. O'sha demontaj почти 60% demontaj bo'ldi. Tabak turgan joyiga teginishimiz mumkin emas. Bir
40% joyida tabagi turibdi. Bugun kechgacha уже buni nima qilamiz? Bizlarga 3-aprelgacha so'rov berilgan. Men undan oldin ham chiqishim kerak edi. Bu tabagi bular 2 kun pedinovka bo'lardi ish kuni. Dushanba kuni chiqarib beradi. Chiqqandan keyin svorka ish qilinadi. Ungacha tamakiga tutun bo'lmasi kerak ekan. Texnik xavfsizlikka rioya qilyapman demoqchisiz, tushundim. Ha, shunga hozir demontaj bo'lindi. Hozir endi shpilkasiga ruxsat olganman svorka qilishiga. Shpilkasini shu kesgan joyimiz 60%ni shpilkasini erta bozor kuni tugatamiz. Turbalarni ham ilamiz bozor kuni ilib qo'yamiz. Keyin Toshkent viloyati Zangiota tuman uchastka Grand Farm obyektini hisobotini eshitamiz. Mikrofonni o'chirib qo'ygan qolganlar. Assalomu alaykum. Grand Farm obyektida bir hafta ichida zaказчик tomonidan qo'yilgan masalalar hal qilindi. Undan orasida bu основной ishlarimizdan bu пожарный shitlarni yangitdan ro'yxatdan o'tkazildi. Ichidagi reviziya qilingan пожарный shlanklar va shkoflarni muhrlab chiqildi. Bu 28 ming sklad qopti, 11 milliy taможня skladi va administrativniy хозяйственный zdaniyalarini ishlari bitirildi. Rahmat sizga. Zavodni keyingi qismidagi montaj ishlarini olib boradigan uchastka boshlig'iga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Bizda Grandini Seren obyektlarida ish davom etyapti. Hozirgi shu hafta 10 kunlikda parovoy turbalarni montaj ishlari davom etyapti. Rahmat, IT Park. Alaykum. IT Parkda dimovoy datchiklar, teplovoy datchiklar, kolonkalar, uslitarlar tekshirildi. Nosozliklar yo'q, bartaraf qilindi. Hammasi changdan tozalandi. Hozir holatda ishlamoqda. Aha. Uzkart obyektida brigadirimizni hisobotini eshitamiz. Aloqadamilar? Bugun 6-etajda konuslarni tayyorlashni boshladik. Proyekt topib berishdi. Proyekt bo'yicha tayyorlashni boshladik. В прошедшую неделю мы занимались обслуживанием Центрального банка. Там пожарная сигнализация, пожаротушение. Олимажлис тоже приезжали, был сбой видеонаблюдения. Obyektlarda oyda oxiri hisobiga o'z aktlar taxlanib, dalolatnoma qilinib, barcha aver ishlarini bajarib, hozirgi kunda o'sha ishlarni tugatib, aktlarni taxlayapmiz. Dushanba kuni ertalab soat 9 da majlis bo'ladi. Keyingi hafta qilinadigan ishlarni rejalash tartibga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Hamma bilib qo'ysin, mana bugun e'lon qilinyapti. Ko'p uzoq vaqt hozirgida cho'zilmaydi. Bir 10 daqiqa ichida qisqacha Grand Engineer o'zi shaxsan olib boradi majlisni va bir hafta mobaynida qilinadigan ishlarni taqsimlab beradi hammaga. Понедельник утром 9 часов будет онлайн совещание. Сам главный инженер будет проводить, сам лично председательство будет и распределять обязанности всем сотрудникам на новую начинающую неделю.